2026 yil Chevrolet Cobalt nihoyat taqdim etildi va bu model ko'pchilik kutganidek oddiy yangilanish emas, balki ancha yetuk va zamonaviy ko'rinishda qaytdi. Chevrolet Cobalt O'zbekistonda juda mashhur bo'lgan avtomobil bo'lib, u ilk bor taxminan 2012 yillarda bozorga kirib kelgan va o'sha paytdan boshlab ishonchliligi, arzon xizmat ko'rsatishi hamda tejamkorligi bilan xalq avtomobiliga aylangan. 2026 yilgi yangi avlod Cobalt esa shu an'analarni saqlagan holda, dizayn, texnologiya va qulaylik bo'yicha yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi. Tashqi ko'rinishiga qarasak, avtomobil old qismi ancha agressiv va zamonaviyroq bo'lib, yangi LED kunduzgi chiroqlar, yangilangan radiator panjarasi va silliq chiziqlar Cobaltga yanada qimmatroq segment avtomobili kayfiyatini beradi. Yon tomondan esa kuzov chiziqlari chozilgan, aerodinamik shakl berilgan va orqa qismi ham yangi fonarlar bilan yanada jozibali ko'rinadi. Salon ichiga kirganimizda esa eng katta o'zgarishlar shu yerda seziladi.